Savsavning bu umrida eng pushaymon qilgan ishining nima ekanligini bilamsiz? Yurak berib saqlab etgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchadan ko'rgan nurg'un do'stlar bilamiz. Savsav janubga jazo yurish qilgan vaqtda Nangchongni saqlayotgan Jangshu o'zligidan Savsavga taslim bo'ladi. Buningdan Savsav nihoyat xushal bo'ladi. Ammo u o'zini yo'qotib qo'ydi. Ya'ni Jangshuning chiroyli sohibjamol ochisiga poxo'rlik qiladi. Buningdan qattiq g'azablangan Jangshu uningga tuyuqsiz hujum qiladi, uni qasdlamoqchi bo'ladi. Shu sababli Savsavni qutqizish uchun uning eng amroq va eng qobil sanog'ini Dianwei va uning eng cho'ng o'g'li Sao-ang o'lib ketadi. Savsav hayot qolgan bo'lsa-mu, bu ikki eng yaqin odamdan ayrilganlik uchun nihoyat qattiq pushaymon qiladi. Demak, cho'ng arzuni, qalbiy kuchlar, cho'ng ish qilmoqchi bo'lganlar chuqum o'zining nafsidan voz kechishni, nafsini kontrol qilishni o'rganib olish kerak. Agar bu filmni yoqtirgan bo'lsangiz, inkas rayoniga 66 raqamini qoldirib qo'ying. Texmi ko'p, iyilik tiklash va korxonchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.